Monza 1.5 mashinamiz metanda. Metan bo'lganda ham 100 talik ballon tushirib berdik. Qoyilmisizlar, ko'pchilik propan qo'yadi, metan bo'lmaydi deganlar. Biz bunga ancha metan qo'ydik. Bu nechinchisi ham metandi. Yana bo'lib ham 100 talik ballon tushirib berdik. Bagajlarning qolgan joylari. Ancha kengina qilib qoldirib berdik, iloji boricha, qo'ldan kelgancha 100 talik ballon. Mana shu ballon bilan Monza mashinamiz kamida uchib yuradi. Mashinamiz 100% metanda harakatlanadi, motorga hech qanday ziyon yo'q. Naborot, benzindan ko'ra metanda ancha foydali taraflari bor. Yaxshi ligirovka qilib, yaxshi programmalarni qilinsa, mashinada hech qanday muammo bo'lmaydi. Faqatgina mana shunday original Knex bloklardan qo'yish kerak, sababi buni funksiyalari mashinaning miyasiga to'g'ri keladi. Original X-Rectorimizda joylashtirib qo'ydik, chiroyli qilib. Fasilkalari tagida qolgan, hammasi ideal uстановka bo'lgan. Yurishlari zo'r bo'ladi, hech qanday muammo yo'q yurishlarda. Metandan bemalol